Nay. Xo'p, quyosh ham botyapti. Hammaga salom, sizlar bilan men Kompot va meni yangigina tandirgan uzilgan videoroligimga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biza, hozir quyosh botyapti obunachilar. Men ham uxlashga tayyorgarlik ko'rishim kerak, chunki ertaga shaxtalar konkursi bo'ladi, ya'ni shaxtalar bellashuvi bo'ladi. O'shanda men aniq birinchilik o'rinini olishim kerak. O'shaning uchun men bugun barvaqtroq uxlab va ertaroq turishim kerak. Buni o'chiramiz. Xo'p, mana shu yerda yotaman. Hozir buni qo'yib qo'yamiz va bir tashqariga chiqib, qishloqlar nima qilyapti? Salom qishloqqa, qalaysan? Salom Kompot, qalaysan, yaxshimisan? Ertaga konkursda qatnashasanmi? Men qatnashaman. Aniq men birinchilik o'rinini olishim kerak. Kompot adashding, san mana keyingi o'rinni olishing kerak, ya'ni ikkinchi o'rin. Yo'q, qishloqqa men aniq birinchilik o'rinini olaman. Chunki men bunga qattiq tayyorgarlik ko'ryapman. Sen esa ikkinchi o'rinni olasan. Xo'p, bugun men vaqtliroq uxlab olishim kerak. O'shaning uchun ertalab vaqtliroq turaman qishloqqa. Xo'p, mana Kompot, qanday qilib ikkinchi o'rinni olaman? Yaramas Kompot va axir birinchi o'rinni olishim kerak. Xo'p, bir nima qilmasam bo'lmaydi. Xo'p. Obunachilar, mana shu yerda shaxtalar konkursi bo'ladi ertaga. O'shaning uchun bugun barvaqtroq uxlashim kerak. Kompot, judayam a'lo vaqtda kelding. Bu yoqqa mana bu narsani ichiga meni pullarim tushib ketdi, ya'ni qishloq pullari olib bera olasanmi? Qanaqa qishloq pullari yana? Bizani oyligimizami? Da, sizlarni oyliginglar. Yo'q, bu qanday olaman? Mana chili bor ekan, olib olamiz. Mer boshku bu. Unda yonib ketibdi demak. Qanday qilib, qanday beramaydi pullaringni? Men bilmayman, lekin agar pullarimizni bermasangiz, shuncha ishlaganimga adminni chaqirib kelaman-da, siz ishdan bo'shaysiz, Men bilmayman, tamom. Mer o'shaning uchun pullarni joyiga qo'yib qo'yishingiz kerak unda. Men bilmayman, ketdim men, Qanday qilib men bularni nima qilib qo'yaman, joyiga qo'yib qo'yaman. Adminni chaqirsam, u admin meni ishdan bo'shatib yuboradi. Bitta ideya keldi. Xo'p, Kompot, sanga bitta ideya keldi. Senga ertaga bu chorani qo'llayman. Qarab tur, Kompot. Qarab tur, sen pushaymon yeysan ishing uchun. Xo'p, obunachilar, men ham asabimni buzadi. Bizani oyligimizni qanday tushirib yuborish mumkin? Qanday u soqovmi, qanday? Xo'p, kimdir ovoz keldimi? Qishloq. What the fuck? Nima qilyapsan bu yerda qishloq? Kompot, meni qutqarib ol. Men shokolad deb o'ylabman buni. Hozir bo'ldi. Mana gapir endi qishloq, nimaga bu yerga unaqa yotib olding? Kompot, bu yerda shokolad bor deb o'ylabman. Sen jinniroqmisan? Qanaqa shokolad? Bu loy axir. Endi bu dubayskiy shokoladlarga o'xshab ketar ekan-da, o'shaning uchun men bu yerda shokolad bor deb o'ylabman. Nima? Sen qishloq jinniroqmisan? Qanaqasiga bu shokoladga o'xshaydi? Kompot, endi men dubayskiy shokoladga o'xshatibman-da. Ertaga maza qilib kulamiz unda konkursda. Seni ustingdan aytib beraman vajitalar va maza qilib kulishadi. Yo'q, Kompot, aytma, iltimos sendan. Baribir aytaman. Bo'ldi, qishloq aytmayman. Baribir aytaman. Qanaqadir nimadir qilishim kerak. Ertaga konkursda qatnashmasligim kerak, Kompot. Bo'lmasa hamma qishloqlar meni ustimdan kuladi. Nimadir qilishim kerak, voy, bir narsa qilishim kerak, voy. Judayam uyalib ketyapman. Xo'p, men unda yotish uchun tayyorgarlik ko'rishim kerak. Bu pardalarni derazaga ilib qo'ysam, issiqqina uyimda mazza qilib hordiq chiqaraman bilan yopib qo'yamiz. Obunachilar, yaxshi, xo'p, buni ham qo'yib qo'yamiz notebookimni va bu yerda endi ko'rpa bilan olib, adyolni olib yotamiz.
kofe, kofe olib kel, kofe. Kech qoldimmi konkursga? Nima bu? Almas, qizil nurchalar, nima bu? Apa bu nima bu? Nima bular? Lazer, qanaqa lazer yana? Men uyimda uxlayotgan edim-ku, qanday men bu yoqqa paydo bo'ldim? Qanday bu yoqqa kim qildi meni? Bu yoqqa kim olib keldi meni? Yaramas qishloqlar, menimcha bu jitellarning ishi erta kecha o oq jitelni ustidan kuluvdim. O'shaning uchun meni bu yerga qamab qo'ygan yoki merning ishi. Apa bu filmni nima qilsam bo'ladi endi? O'ylash kerak, obunachilar nima qilsam bo'ladi? Qanday? Qo'lim kuydi. What the fuck, lazer yomon ekan. Obunachilar menimcha bu yerdan chiqishni umuman iloji yo'q. Tepaga ham bo'yim yetmaydi chiqaman desam. Menda blokim ham yo'q, tepaga ortiqcha blokim qo'yib chiqishga. Xo'p, obunachilar bedrock bu sinmaydi menimcha bedrock. Obunachilar nima qilsam bo'ladi? O'ylash kerak obunachilar. Aniq o'sha oq kiyimli jitel va yoki mer qilgan ikkita taxminim bor meni obunachilar. Menimcha kecha merga aytuvdim. Yana u adminga aytib beraman sizni deb, ishdan bo'shashadi deb. Menimcha o'sha qilgan. Meni adminga aytib bermasin deb men shu yerga qamab qo'ygan va men chiqa olmayman bu yerdan endi. Mer ham o'tiribdi uyda. Nima qilsam bo'ladi obunachilar? Menda oq kiyimli jidelni ham guvonim bor, chunki men kecha undan ustidan kuldim. Shokolad deb o'ylabsan deb loyni. Xo'p, nima qilsam bo'ladi? Obunachilar. Kim bu oq kiyimli jidel? Mana o'zi ham kelyapti obunachilar. Xo'p, jidel meni bu yoqqa san qamab qo'ydingmi? Apa buvingni sani? Yo'q, kapot, men bu yoqqa sani qamamadim. Men nima qilaman bu yoqqa sani qamab? San adlama, kecha men sani ustingdan kuluvdim. O'shaning uchun san alamingni olish uchun meni bu yerga qamab qo'ygansan, to'g'rimi? To'g'risini aytur, jidel. Yo'q, men qilmadim, lekin bunaqa ishni qila olmayman. Kapot, o'zing ham yaxshi bilasan-ku. Bor unda boshqa jidellarni chaqirib chiq. Yo'qol, apa buvingni sani merni ham chaqirib chiq. Merda ham meni gumonim bor. Tez chaqirib chiq meni merlarni va qishloqlarni, boshqa qishloqlarni chaqirib chiq tez bo'l. Kapot, nima bo'ldi senga? Qanday bu yerga tushib qoldi? Mer menimcha siz qilgansiz bu yerga. Siz gapiringmi? Kapot, men qanaqasiga bu yerga qilishim mumkin? Siz qilgansiz. Boring, men bir ilojini qilayman, bilmayman. Qishloqlar sizlar qilmadinglarmi? Balkim oq jitel san qilmadingmi? Va boshqa qishloqlar sizlar qilmadinglarmi? Yo'q, kapot, biz qanday qilamiz bu narsalar o'zimizda yo'q. Kapot, biz qanday qilamiz bu narsalarni? Mer olib kelingchi, qani otib ko'ringchi bir. Menimcha bu foydasiz, menimcha. Menimcha foydasiz. Menimcha bu ham bedrockda, menimcha. Короче, menimcha so'zni ko'p ishlataveryapman. Men o'zing otib ko'r. Olaman. Qani. Bo'lmayapti. Obunachilar juda ham qattiq. Menimcha bu bedrockdan ishlangan. Kapot, endi nima qilasan? Bilmadim. Nima qilsam bo'ladi? Xo'p. Yo'q, qalaysanlar qishloqlar? Kapot, qalaysan sen? Men hakkerman, tanidingmi akangni? Hakker? Qayerdan kelib qolding sen? O'tgan kun senga pam bermaganmi admin? Dedi, men bergan edi, lekin men chita o'rnidan qochib qoldim. Qanaqasiga? Endi men bu holatga ham seni kim solgan deb o'ylaysan? Albatta senmi? Voy, yaramas. Meni shunday lazerlar bilan san o'rab qo'ydingmi? Sani tutib olsam, san abjag'ingni chiqaraman. Ishon hacker. Hech qachon tuta olmaysan meni. Men senlarni va qishloqlarni bugun o'ldiraman va hammasiga yakun yasayman. Yo'q, men senga yo'l qo'ymayman. Mana otaman, qurolim bor mani. Otamiz obunachilar, qani ikkita o'q qoldi. Agar ikkita o'qda amallab o'ldira olsam, marra meniki obunachilar. Qani kallasidan. Mana
Kim qilyapti buni? To'xtatinglar, o'laman hozir. Mana o'lib ket. Oo, let's go bracha. Haykarni o'ldirdim men. Haykarni o'ldirdim. Let's go. Kapot qanday o'ldirding sen? Hacker qani? Haykarni men o'ldirdim. Mer ko'rdingizmi? Da ko'rdim. Rahmat senga kapot. Endi men qishlog'imga hacker bizani xavf solmaydi menimcha. Da. Haykar o'ldi-yu endi. Boshqa hech kim xavf solmaydi-da. Ura, yashasin. Kapot qahramon. Ha, rahmat. Bo'ldi. Mayli. Sizlarga ham rahmat. Mani ana shu lazerlardan chiqarib olganinglar uchun. Xo'p, bo'ldi. Rahmat shart emas. O'zimizning kapot bu menimcha. Ha. Tabriklayman kapot. Bizani qishloq hackerdan qutqarding. Bo'ldi. Mayli. Obunachilar uchun ham videoga like bosish uchun va kanalga obuna bo'lish uchun obunachilar. Da kapot videolariga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat, mer bo'ldi. Xo'p, obunachilar ko'ryapsizlar. Juda ham qiziqarli video bo'ldi. Endi men obunachilar, xo'p, qanaqa shaxtani konkursga tayyorlanishim kerak. Shaxtalar konkursi menimcha tez orada bo'lib o'tadi. Xo'p, sizlar videoga like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan qiziq videolar hali oldinda obunachilar. Hammaga xayr, sizlar bilan men Kompot bo'ldim obunachilar.